Assalomu alaykum barcha aziz tomoshabinlar. Siz Ordina kanaldasiz. Kanalimga xush kelibsizlar deb qolaman. Video boshlanishidan oldin video boshida oxirgisida o'rtasida aytib qolamiz. Albatta videomizga bittadan like bosib, albatta videorolikni ko'rib bo'lgandan keyin bittadan chiroyli kommentariyalarni yozib qo'ysangiz, bu albatta bizni videoroliklarimiz tarqalishiga, biz sizlardan o'z fikrlaringni o'qib olishlikka albatta yaxshi bo'ladi. Bor uxla. Sevmem sen beni. Sevmem sen. Gitsen gapir. Sevmem sen bana varayım. Yok. Yok Nikin. Dingiz pasol naqo'y bo'lib qo'ying. Ben koyayım. Ben uxlamayman nega o'ylab. Ben nima yomonlik qildim sizga nega? Mana ayb. Uxlagani qo'yasanmi? Uxlagani. Bitta bosing bo'ldi, men ham uxlayman. Yig'lama, o'chir muzika. Ikkida mana. Mahluq. Bitta. Agar bola ham bo'lganda ham onalikdan kechib bo'lardi. Agar bola ham bo'lganda ham onalikdan kechib bo'lardi. Idingdan qo'ysa naqa onani degan bo'lardi. Narigisiga ham sutda. Ungacha yaxshi va boshqa har qanaqa videoroliklar chiqardik. Sizlarga albatta foydasi tegadigan, kimgadir qanaqadir yaxshi tarafga o'zgarish va qanaqadir fikrlarni olib olishlikka sababchi bo'ladigan videoroliklar qilishga harakat qildik. Shuningdek, shu narsaga qaramasdan bizning videoroliklarda ostida har bitta blogerda har bitta videosini ostida shunaqa kommentariyalar bo'ladi. Shuningdek, bunaqangi kommentariyalarga qaranglar. Bunaqangi yozuvlarga qaranglar-da, har bitta videoroligimda ostida bo'ladi va shuningdek boshqa blogerlarning videoroliklarning ostida ko'p kishiliklarda ostida bo'ladi. Bunaqa negativlar borki, albatta hamma yoqda yuradi mana shunaqa bo'lib. Aziz tomoshabinlar, aziz aka-ukalar, aziz opa-singillar, biz sizlarga shu kungacha hech qachon yomonlik tilamadik. Men sizlarga hech qachon shu videoroligimda so'kib yoki birovni haqoratlab 18+ video qilmadim. Nimagaki? Chunki bu narsaning nimaligini o'zim ham bilaman. Kimnidir yo'ldan urishlik, kimnidir haqoratlashlik men xohlamadim. Lekin bugungi videoroligimiz mana shunaqa insonlar haqida bo'ladi. Mana shu TikTok degan narsa, TikTok degan platforma chiqdiki, hammani ustidagi narsalar shunday yechilib ketyapti. Buni hozir videorolikni boshlanishidan to oxiriga ko'rsanglar albatta tushunib olasizlar degan umiddaman. Hozirgi paytda mana Sardor Gangster, Azizxon, Aziz Yuxsi nima dedi? Hoji va shunga o'xshagan bir yosh katta odamlar, ko'p kishilik va Abdulla Qori, ya'ni Valeriy Karisni bilasizlar. O'sha va boshqa Nigina, Chingiz, shunaqangi ko'plab TikTokerlarni bilasizlarki, prama efirda o'tiradi va boshqa qizlar bilan gaplashib o'tiradi. 18+ yechin dedi, buningga yesh dedi, uningga yesh dedi. Mana shu narsalar yaxshimi? Bu TikTokka kirgandan keyin kimnidir foydali narsa izlaydi, kimdir oilasi bilan ko'rayotgan bo'ladi, kimdir yonida dadasi bo'ladi, kimdir oyisi bo'ladi. Shunaqa o'tkazib ketayotganda so'kinayotgan, yechinayotgan shunaqangi videoroliklar chiqsa yaxshimi, aka-ukalar? Iltimos, mana shu narsalarni biz chiqarmaslikka va shu narsalarni tahdid qildikki, nimaga kamaysin deb. Balkim sen o'zing kimsan dersiz. Men o'zim hech kimman, lekin men shu narsani harakat qilyapman. Shunaqangi narsadan uzoq bo'linglar, shu insonlarga padishka bermanglar. Balki aytishlaring mumkin, sen o'zing ham ishlarni o'qiyapsan, o'zing aktiv yig'ib olyapsan deb. Yo'q, ularning orqasidan keladigan nimaga? Chunki ularning orqasidan keladigan aktiv 18+ hammasi qarshi. Nimagaki, ularning efirga kiradiganlar ham xuddi shu narsaga qiziquvchi, shu narsalar ko'ruvchi insonlar bo'ladi. Iltimos, aka-ukalar, bitta videorolik chiqardikmi, albatta bordir qaysidir ma'noda gapimda, so'zimda xato kamchiliklar buning uchun o'zim uzr so'rayman. Lekin ularda chiqarayotgan videoroliklar, ularda qilib o'tirgan qiliqlari, ularda qilayotgan narsalari hech bir narsaga to'g'ri kelmaydi. Mana Valeriy Karis nimaga qamaldi deb o'ylaysizlar? Ko'plab mana tilining orqasidan ketdiki, shuning orqasi tili o'zini boshiga yetdi. Birinchi yangi chiqqanini aytdim men sizlarga. Nima uchun? Shunda o'sha payt ham tayoq edi, ko'pchiliklar siquvga olindi, ko'pchiliklar tahdid qildi buni. 3000 ta like, qanchadir prosmotr yig'sa men o'zimni onamni o'ldiraman degandi. Mana shu narsani orqasidan tahdid qildi. Undan keyin prezident so'kdi, undan keyin davlat, undan keyin bayroq, undan keyin davlat tan olmayman dedi. Mana yaqinda qamaldi. O'zini tili o'zini boshini yedi. Mana shunaqangi narsalarni ko'rmanglar, shunaqangi narsalardan uzoq bo'linglar degan maqsadda biz chiqaramiz. Именно mana shu negativchilarga mana shu video bo'ladi. Albatta mana shunaqangi negativ yozadiki,
Shunaqa. Bizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan aka-ukalarimiz barchasiga rahmat deb qolamiz. Shunday ekan, nima deymiz, xato kamchilik har bitta insonda bor albatta, lekin bu degani kimnidir ustida kimni yechintirish degani emas albatta. Shunday ekan, bugungi videorolikimiz shundan iborat edi aka-ukalar. Qaysidir ma'noda xato bo'lgan bo'lsa, qaysidir ma'noda videomizni kashish sevimli bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Shuningdek, keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.